Hammaga salom. Bugun mana YouTube kanalimda yangi rolik. Bugungi videoda men yakka o'zim qatnashmayman. Bitta eng yaqin do'stlarimdan biri bo'lgan bitta jo'ram bilan birga qatnashaman. Uning ismi Suhrob. Hozir o'zi videoga o'tiribdi. Keyin video davomida uni mahoratlarini ko'rib olasizlar. Xo'p, bugungi videomizda umumiy 5 xil zadanlar bo'ladi. Qanaqa zadanlar ekanligini video davomida bilib olasizlar. Bugun g'alaba qozonadi, hech qanaqa priz bera olmayman. Yutqizganga ham hech qanaqa naказание yo'q. Xo'p, shunday ekan, videoni kuzatishda davom etinglar. Shu paytda videoga like bosib, meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki kanalimizda qancha obunachilarimiz soni ko'payaversa, videolarimiz soni shunchalik ham ko'payaveradi. Men 10-iyulgacha 2000 ta obunachiga chiqishim kerak. Shuning uchun iltimos meni abdushshi qo'llab-quvvatlanglar. Sizlar yordamingiz menga zarur. O'zingizlar shu videoga like bosib qo'ysanglar, YouTube algoritmi va qattiqmuncha aktiv deydi, videolarni yanada rekka chiqaraveradi va ko'pchilik odam ko'rsa, ko'pchilik odam menga obuna bo'ladi. Shuning uchun hozirroq kommentga tushib, kimni taxmin qilasizlar yutishini kommentariyada yozib qoldiringlar. Videoga like bosib, meni kanalimga obuna bo'linglar. Undan biz bugungi videomizni boshladik. Xo'p, bolalar, bizda birinchi zadaniya perikladinani poylash. Har bittamizni 5 martadan urinishimiz bo'ladi. 1 marta perikladinani poylasak, bu bitta gol hisobiga o'tadi. Kim ko'p poylar ekan, video davomida bilib olasizlar. Undan biz bugungi birinchi shartimizni boshladik. Shu joyda pastga tushib, videoga like bosib, kim yutishini kommentda yozib qoldiring. Ketdi. Birinchi bo'lib o'zim boshlashga qaror qildim. Ketdi. Birinchi urinishim. Ikkinchi urinishim. Tegdi. Ikkinchi urinish tegdi. Shu ruhda davom etamiz. To'rtinchi urinishim. Oxirgi urinishim do'stlar. Xudo xolasa shuni ursam, 5 dan 2 ta poylagan bo'laman. Normalni intriga qolgan bo'laman. Voy! 5 dan bitta bo'ldi. Hamali keyingi zadanlarga olib chiqib ketaman, boshqa ilojim yo'q. Ikkinchi bo'limni men boshlab beraman. Maksimal urishga harakat qilaman. Let's go, ketdi. Birinchi urinishi. Tegmay qoldi. Bu mana ikkinchi urinishi. Ikkinchisi ham tegmay qoldi, mayli. Uchinchi urinish. Tegmay qoldi. Ikkita urinish qoldi. Ikkinchisi ham tegmay qoldi, mayli. Urinishim maksimal urishga harakat qilaman. Oxirgi babga bo'ldi. Ketdi. Vay. Suhrob, nima uchun urmadingiz 5 dan bitta? Omad kelmadi. Keyingi maqsadga urishga harakat qilaman. Keyingi zadanlarda bosish kerak jo'ra. Xo'p, bolalar, bizda ikkinchi zadaniyamiz long shot. Har bittamiz 5 dan urishimiz bu. Hozirda 1-0 hisobda oldinda boraman. Bundan maksimal urishga harakat qilaman. Ketdi. Xo'p, bu ikkinchi zadaniyamizda Suhrob boshlab beryapti. Shirafnoyni 5 dan urinishi bor. Nechta urar ekan ko'ramiz. Ketdi birinchi urinish. Qazog'iston qarabishku. Ikkinchi urinishi. Let's go. Oy. Qana gol bo'ldi, qana? Yaxshi gol bo'ldi, yaxshi to'y. Bu super goldan keyin men bitta gol shunaqa urishni harakat qilaman. Let's go. Ketdi. Voy, ustunga tegdi. Mayli. Ikkita urinish qoldi, ikkitadan ko'ramiz nechta urar ekan. Ketdi. Voy, bitta urinish qoldi. Meni pastga shansim bor. Shuni ham uray. Juda ham yaxshi bo'lardi, ikkita gol bo'ladi. Ketdi. Gol. 5 dan 2 ta urdi. Mayli, men bundan ko'proq gol urishga harakat qilaman. Vallahi o'zi Suhrob do'stim ko'rdinglar, 5 dan 2 turdi. Hozircha 2-1 da oldinga boribdi. Men undan ko'proq gol urib, undan o'tkazishga harakat qilaman. Ketdi birinchi urinishi. Hozirroq pastga tushib like bosib qo'yinglar va kim yutishini kommentda yozib qoldiringlar. Ya bu dard chiqmadi. İkinci urinish.
Voy. Uchinchi papkasi bor, urishga, gol urishga. Ketdik. Yaxshi. Uchtadan ko'rdingizlar bolalar, foydalanmadim. Oxirgi ikkita vaziyatim qoldi, oxirgi ikkita shansim bor. Kranzen nechta gol beray. Oxirgi urinishim. Ana buni gol desa bo'ladi, edit tahliylar bolalar, zo'r. Bolalar bizada 3-zadaniya penalti. Buni ham har bittamiz 5 martadan urinishimiz bor. Bu zadani ham birinchi bo'lim men boshlab beraman. Maksimalni urishga harakat qilib, maksimalni o'zim ketishga harakat qilaman. Ketdi. Zo'r, bittadan bitta bor. Mana ikkinchi shansi urishga ketdik. Bittadan ikkita. Uchinchi urinish. Yaxshi. Kirmadimi? Bolalar 3-udarni ko'rsizlar, pereklatinaga tegib qoldi. So'nggi ikkita urinishim, ikkitadan ikkita urishga harakat qilaman. Ketdik. Yaxshi. Oxirgi urinishim, xudo xolasa gol. Bolalar 5tadan 3ta urdim. Hozircha 5-2 hisobda oldindan boraman. Uni ham xuddi shuncha urishini xullas umid qilaman-da. Ko'p ursa o'z ketishi mumkin. Ketdi. Ko'ringizlar, Ko'zimjon 3ta urdi, 5tadan. Men ham harakat qilaman, 4ta urishdi. Ketdik. Yaxshi. Yaxshi. Ko'ringizlar, ikkitadan ikkita urdim. Uchinchisini urishga harakat qilaman hammasini. Ketdik. Ketdi. Yaxshi ideya. Zo'r. Wow, bitta urinish qoldi. Oy. Suhrovning oxirgi urinishi. Yaxshi. 4 ta urdi, aytganday. 4ta urdi, shunday. 6-5 hisobda oldindan boryapsan hozir. Xo'p, qanay 4 ta urganingga? Kayfiyat qanay? Yaxshi, hammasi yaxshi. O'z Ko'zimjon urdi 3ta, men 4ta urdim, yaxshi. Bitta golga o'tibman. Ketdik. Xo'p, bo'ldi, qorong'i bo'ldi. Qorong'i tushgan uchun pishgan yoqishga qaror qildik. Xo'p, bizada 4-zadaniya. Bu hali u yerdagi kichkina vartani ko'ryapsizlar. Kichkina vartada ana shu taxminan 10 metrlardan gol kirgizishimiz kerak. Bunda ham 5 urinishimiz bor har bittamizda va bu zadaniyani Suhrob boshlab beradi. Bo'la o'zim birinchi urinishim, harakat qilaman urishga. Ketdik. Voy, gol bo'lmadi birinchi urinish. Xo'p, Suhrob birinchi urinishdan foydalana olmadi. Endi ikkinchi urinishi. Let's go. Voy, yaxshi gol. Kirdi. Bo'la uchinchisini uraman. Gol urishga harakat qilaman. Ketdik. Kirmadi. Ikkita urinish qoldi, 3ta urinish ketdi. Kirmadi. Bo'la oxirgi topsam, pasaydi. Hozir ana shuni ham uray. Ikkita umumiy urganman. Ketdi. Shtanga 5tadan bitta urdi, 7-5 hisobda oldinda boryapti. Maksimalni men harakat qilamanki, oldinga o'tib ketishga. Bo'ldi, mana qo'yaman, ham navbatim yetib keldi. 4-zadaniyadagi meni urinishim, 5 ta urinishim bu. 5tadan maksimalni gol urib, yana oldinga o'tib ketishga harakat qilaman. Yaxshi. Gol bo'lmadi. Kirdi. Ikkita urinishim qoldi. 3tadan bitta urdim, ikkitasini ursam 8-7 hisobda oldinga o'tib ketgan. 4-urinishim bo'ldi. Bolalar hozir ko'rdinglar, 4tadan 2ta urdim. Hozircha umumiy hisob 7-7. Oxirgi urinishim, 4-zadaniyadagi oxirgi urinishim, agar gol ursam 8-7 hisobda oldinda o'tib ketaman. Ketdi. Gol bo'ldi, 8-7 hisobda oldinga o'tib ketdim. Oxirgi zadaniyani kutinglar.
Xo'p, bo'ldi. Va nihoyat biz oxirgi zadaniya, 5-zadaniyaga ham yetib keldik. Bu zadaniyaning nomi taxminan bir 25 metrlardan to'pni havolatib darvozaga kiritishimiz kerak. Bunda ham umumiy 5 ta, har bittamiz 5 tadan chansimiz bor. 25 metrdan kim ko'p kirsa, oldingi ochkolarga qo'shilaveradi. Xullas, ana shu hal qiluvchida 8-7 hisobda oldindan borsam, ana shu hal qiluvchi momentingiz bo'ladi, kim yutib ketishi. Ko'ringlar. Mana bo'ldi. Kozimjonni birinchi urinishdi. Ketdik. Davay. Hisob emas. Ketdi bola, ikkinchi urinishi. Yaxshi, hisob emas. Uchinchi urinishi. Kozimjonni 4-urinishi. Davay, ur, boshla. Последний попытка Kozimjonda. Oxirgi urinishim bola ketdi. Kozimjon 5 ta popitkadan 2 ta urdi. Bola bu zadaniyada Suhrobni urinishi yetib keldi. 5 tadan shans bu. Ketdi nechta urar ekan. Boshla. Tushdi. Bola Suhrobni ikkinchi navbati, ikkinchi urinishi. Ur. Ya, kirmadi bu safar. Suhrob hozir ikkinchisini ura olmadi, 3 ta urinish qoldi, ketdi. Kirdi. Ketdi. Ur. Suhrobni oxirgi urinishi hal qiluvchi moment bo'ldi. O'yin hisobida durang bo'libdi. O'zi ursam ham mag'lubiyatga uchrayman, afsus. Ur. Kirdi. Men yutqazdim. Bolalar, ko'rdinglar, juda ham qiziqarli challenge bo'ldi. Qorong'uga tushishiga qaramasdan biz shunday videolarni to'xtatib qo'ymadik. Biz videoni olishda davom etdik. Iltimos, shuncha mehnat qilish uchun videoga like bosib, menga obuna bo'linglar. Chunki yuqorida aytganda 10 iyulgacha men 2000 ta obunachi bo'lishim kerak. Va albatta videoga tezda like bosib qo'yinglar, chunki like juda ham zarur. Kommentariyada video haqida o'z fikringizni yozib qoldiring. Iltimos, addush padashaqliklar. Xo'ro, iltimos, men qo'llab-quvvatla. Addush padashaqi, men revansh xohlayman. Hozir Suhrobni o'zi videoga olib o'tiribdi. Men revansh xohlayman. Ana shu video, mayli ko'p emas, 150 ta like so'rayman. 150 ta like bo'lsa, men Suhrobni yana chaqiraman. Biz revansh video qilamiz. Qachon bo'lishiga qaramasdan, kechasi 150 dan yig'asizlar, biz chiqamiz, videoni olamiz. Kechasi 2 ta tosh qo'yib bo'lsa ham, ko'chada olaveramiz. 150 ta like sizlardan talab qilaman. Ko'p emas menimcha, sizlar buni eplay olasizlar, chunki bu video minglab prosmotr oladi. Bu problema emas. 150 ta like. 150 ta like-ni sizlardan kutaman. Shuncha like-ni yig'ib beringlar. Biz revanshga kelamiz. Suhrob kelasizlar revanshga? Albatta kelaman. 150 ta like va biz revanshda ko'rishguncha. Do'stlar, sizlarga bitta meni yaxshi yangiligim bor. Men Islom aka Abdujabborov bilan birga kollaboratsiya qilib YouTube video olishim mumkin. Lekin buni bitta juda ham katta sharti bor. Hop, bu shart shundan iboratki, birinchi shart meni YouTube kanalimda 50 ming ta obunachi bo'lishi kerak. Bu albatta bu so'z bo'lmaydi. Keyin meni Instagram sahifamda kamida 30 ming ta obunachi bo'lishi kerak. Va men ana shu natijaga erishganimdan keyin Instagramda 30 ming ta, YouTubeda 50 ming ta bo'lgandan keyin Islom aka Abdujabborovga Instagramdan yozaman. Biz birga video olaylik. Mana 50 ming ta obunachim bor deyman. Va men o'ylashim bo'yicha u kishi yo'q demaylar, chunki Buxoroda 50 ming ta obunachiga ega bo'lgan YouTube kanal juda ham kamyob. Deyarli yo'q desam bo'ladi. Shuning uchun menimcha u kishi yo'q demaylar. Lekin Instagramda 30 ming ta obunachi bo'lishi bu ham yomon natija emas.
Albatta, uning uchun sizlar ana shu videoga like bosib, maksimalni podдержка qilishinglar kerak. Ana shu videoga like bosib, meni kanalimga obuna bo'linglar, chunki men 50 ming obunachiga chiqqandan keyin Islom aka Abdujabborovga yozaman, birga video olaylik deb, keyin o'sha javoblarni sizlar bilan birga bo'lishaman. Albatta, buning uchun like bosinglar. Agar like'larimiz soni qanchalik ko'payaversa, YouTube algoritmi va qayerdan buncha aktiv deydi, videolar yanada rekka chiqaraveradi. Va videolar rekka chiqaversa, ko'proq prosmotr oladi, ko'proq obunachilar keladi va o'sha obunachilar ham like bossa, kim biladi mana shu videomiz Islom aka Abdujabborovni qo'llariga yetib borishi mumkin. Va do'stlar, sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Meni Instagram sahifamni sizlar qayerdan topa olasizlar? Men albatta Instagram sahifamni opisiyaniyada linkini qoldiraman. Sizlar o'sha yerdan Instagramga o'tib menga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Keyin meni Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanal linkini men kommentariyada qoldiraman. Agar u kanalimga men obuna bo'lib qo'ysanglar, shunga o'xshagan qiziq kontentlar aynan qaysi vaqtda qo'yilishini bilib olasizlar. Albatta, meni addushi podдержка qilinglar. Albatta, sizlardan umidim katta. Xudo xolasa Islom aka Abdujabborov bilan videoda ko'rishguncha.